Bugun dunyo yana tongni portlashlar bilan qarshi oldi. Isroildagi ushbu holat hali boshlanmagan 3-jahon urushidagi vayronalarni eslatmoqda. Eron raketalari Isroilga bugun tongda yana zarbalar yo'lladi. Buning ortidan Isroilda butun qolgan imoratlarning o'zi qolmadi. Eron raketalari yana Isroilga zarbalar yo'lladi. Osmon esa qora tutun va alangada yondi. Samolyotlardan tortib osmono'par binolargacha yonib kul bo'ldi. Tunnel tagida odamlar, tosh ostida bolalar va xotin-qizlar qochishga harakat qilmoqda. Lekin ular qayerga qochishni ham bilishmaydi. Bu urush emas deyishadi, lekin uyasiz qolgan qushlar kabi xalq boshpanasiz qoldi. Qorong'u osmonda qulab tushayotgan har bir raketa bir oilaning hayotini yondirib ketmoqda. Qachongacha insoniyat fojiani tomosha qiladi? Buni hech kim bilmaydi. Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring va ushbu xabarni yaqinlaringizga tinch yurtda yashayotganimizni yana bir bor eslatish uchun yuborib qo'ying. Bizni kuzatishda davom eting, chunki siz bilmagan sara xabarlar hali oldinda.